بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل Ey payg'ambar, Rabbingiz fil egalarini, muborak Ka'bani vayron qilmoqchi bo'lgan Habashistonlik Abrahani va uning qo'shinini qanday ahvolga solganini bilmadingizmi? ألم يجعل كيدهم في تضليل Ularning yovuz rejasini barbod qilmadimi? وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل Ular ustiga gala-gala qushlarni yubordi. U qushlar ular ustiga sopol toshlarni yog'dirdi. فجعلهم كعصف مأكول Shu bilan ularni hayvonlar chaynab tashlagan xazon parchalaridek ilma-teshik qilib tashladi.